Yo, hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Asadbek va bugun survival qilamiz do'stlar. Minecraftda albatta. Va do'stlar, videoga like bosib kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Unda biz videoni boshladik. Va do'stlar, men eng oddiy narsadan boshlayman. Endi do'stlar, bilasizlar, meni hozir videolarim unchalik trendda emas, shuning uchun like bosib trendga chiqarib yuboringlar, iltimos sizlardan. Va iltimos qilib qolardimki, yana men bir kun o'tkazaman Minecraftda va sizlar menga podisha qilib qolasizlar degan umiddaman. Men podishani kutaman sizlardan va endi biz kuchayib olamiz biroz. Birinchi mana buni yasab olamiz. Qilich. Aha. Taxtani ko'paytirish uchun zo'r narsa qilich. Ha do'stlar, taxtani ko'paytirish uchun shu zo'r narsa. O'ylashingiz mumkin. Axir bu oddiy taxtadan yasalgan bolta-ku. Bolta taxtadan yasaladi, lekin kuchli bo'ladi. Har holda qo'ldan ko'ra yaxshiroq. Mana sigir qayerga ketdi? Bilmadim. Lekin uni mana bu yerda ekan. Mayli. Uni mana shu yerda o'ldiramiz va undan tushgan go'shtini olamiz. Va do'stlar, yana biroz taxta chopib olamiz. Yana biroz taxta chopib olamiz. Yana biroz va do'stlar, endi ishga kirishsak ham bo'ladi. Pashti ishimizni boshlaydigan vaqtim kelib qoldi endi. Do'stlar, axir. Ha, do'stlar. Xo'sh, endi ana omad. Birinchi navbatdagi omad. Birinchi navbatda 3 ta qo'yjini yo'qlashim yo'q, chunki bu versiyalarda qo'ydan qo'y go'shti bermaydi, короче. Mana shu yerlarga yaxshiroq joyga qurishimiz kerak. Mana buni ham o'ylab ketaylikchi. Kerak bo'lib qolar. Men, короче, tursa aytganda shu yerda bir yo'qotib olamiz. Bitta daraxtni tozalab olamiz mana shu yerda. Do'stlar, endi bu yerlar xullas toza.
Mana bu yerlarga ikkitalardan ekanmiz, xullas tozalaymiz. Ha, aytmoqchilik, mana bu yerlarda ham mayli. Bu yerlarni qo'ya turaylik. Mayli, endi boshladik. Mana bu yerga qo'ysak, ha, mana shu yerga. 1 2 3 4 1 ayo 1 2 3 4 aha endi xuddi shu yo'nalishda olib boramiz. Do'stlar, masalan bu juda ajoyib. Tak, mana bu yerga ikkita eshik uchun joy qoldiraman va doimiy hisobni noto'g'ri oldim shekilli. Besh minutda sinadi. Tak, bu yerlarga yo'q, bu yerlarga bunday qilmaymiz. Mana bunday qilsak yaxshiroq bo'ladi. Va eng muhimi, do'stlar, endi eng muhimi do'stlar, mana bu yerda yopib qo'ysak bo'ldi. Va eng muhimi yotoq yasash do'stlar. Yotoq yasash, bu yerga qo'yish va to'g'ri dekoratsiya qilish do'stlar. To'g'ri dekoratsiya zo'r. Mana bu yerga do'stlar dekoratsiya qilib, ikkita sandiq yasaymiz. Bu yerga yana bir ikki dekoratsiya qilamiz. Mana eshik, altta qo'yib eshik do'stlar. Hop do'stlar, tak, videomiz tugatib qoldi. Do'stlar, endi mana buni ham joylashtiramiz. Bu yerga endi do'stlar yozilmay qoldi-ku. Asadbekning uyi. Ha do'stlar, mana endi tayyor. Endi o'zlaring kommentariyada baho beringlar.